Faqat savolni qo'yib eshitiraman. 44,2 gramm yog' to'liq gidrolizlanganda 48 gramm bitta karbon kislotaning kaliyli tuzi hosil bo'ldi. Yog'ni aniqlang deyapti. Xo'p, ana endi ishlasak, umumiy reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Ya'ni yog'lar gidroliz qilinganda, kaliy ishqori yordamida gidroliz qilinganda glitserin molekulasi va kaliyli, ya'ni radikali OH kaliyli tuz hosil bo'ladi. 3 mol kaliy gidroliz reaksiyasidan 3 mol kaliyli tuz hosil bo'ladi. Ana endi ularda massasi berilgan 44,2 gramm, 48 gramm tuz hosil bo'lgan. Ularda massa farqini topadigan bo'lsak 3,8 ga teng. Molyar massalarini radikallarni chiqarib tashlab topadigan bo'lsak 76 ga teng. Buni proporsiya orqali hisoblasak 960 gramm kaliyli tuz hosil bo'lgan. 960 grammni oldida 3 koeffitsient borligi uchun 3 ga bo'lib olsak, molyar massasi kelib chiqadi, ya'ni 320 gramm kaliyli tuz. Bu yerda 39 gramm kaliyni massasini ayirib 1 gramm chiqib ketgan vodorodni qo'shib beradigan bo'lsak 282 gramm noma'lum karbon kislota massasi kelib chiqadi. Endi buni ishlashda juda ham oson usullari bor. Yozyapmadim. Ya'ni radikallar umumiy formulasi 14n+1 SOH qilib turib ishlasa ham bo'laveradi. Yoki endi men bilganim uchun 282 gramm bu olein kislotaga tegishli. Demak, to'g'ri javob olein kislotaning triglitserati degan javob bo'ladi. Ya'ni B, olein kislotaning glitserati. Agar buni hisoblashda qiynaladiganlar bo'lsa, CnH2n+1 SOH umumiy formuladan foydalanish mumkin. Ya'ni buni massasini topishda 14n+45 bo'ladi. Mana plus 1 bilan 46, ya'ni teng bo'lyapti 282 ga. Bu yerda n kelib chiqadi. 17 ga tegishliligi. Rahmat, sog' bo'ling.